o'zi ko'chada bo'lishi kerak edi bu narsa. Bu yomg'ir yog'ishligi sababli shunaqa chiyalga olindi. Gazini bos. 80-yillarga borib esa asosan rus, arman, grek millatiga mansub xonadonlarda golland pechkalari urfga kira boshladi. Buni yana bir afzalligi turli shaklida bo'lingan xonalarda birdaniga 4 ta xonani isitish imkonini beradi. Lekin o'ziga yarasha kamchiligi bor. O'tin uchun mo'ljallangan golland pechkalari aynan eshigi bor xonani to'zitishi va ta'mirlarni eskirishiga sabab bo'lardi. Gaz uchun mo'ljallangan ushbu pechlarimizda esa yuqori darajadagi bosim talab qilganligi sababli gazda ishlash biroz muammo bo'lgan. Ana endi 2000-yillarga borib esa Eron pechkalari xalqimizning eng sevimli pechlaridan biriga aylandi. Chunki ajoyib dizayn, ixchamlik, noodatiy uslub hamda yaxshi istar edi. Buni tan olish kerak. Lekin buni ham yana bir kamchiligi yuqori bosimdagi gaz talab qilishida edi. Ana undan keyin esa 2010-yili istiqbollar keskin urfga kira boshladi va ushbu istiqbollarni ishlatish uchun katyol kerak edi. Shunda O'zbekiston bozorlarida ikkita turdagi katyol raqobatga kirisha boshladi. Elektr hamda gaz uchun mo'ljallangan katyollar. Va ushbu katyollar o'ziga yarasha moddiy qiyinchiliklarni olib kelib qo'yardi. Ana endi shu issiqlikni ushlab qolish, lekin narxni arzonlatish kerak edi. Shunda O'zbekiston bozorlarida Nur Texnogroup katyollari paydo bo'ldi. Ushbu katyollarimiz ko'mir yordamida ham isitish imkonini beradi. Hozir gaz yoki elektr katyolni oylik xarajatlari bilan keling. Aynan Nur Texnogroupning oylik xarajatlarini farqini ko'rib chiqamiz. 100 kvadrat bor, ko'z ko'tarib. 100 kvadratlik uy uchun maksimal 300 ming to'lagan paytlarim bo'ldi deyishdi. Ana endi Nur Texnogroup katyollari bular ko'mirda yonadi. Bitta zapravkasi 2 kunga yetadi. Ya'ni 50-65 kilogramm ko'mirni oladi. 50 kilogramm ko'mir o'rtacha 1000 so'mdan hisoblaganimizda ham 50 ming so'm bo'ladi va 50 ming so'mga siz 300 kvadrat metrlik uyingizni 2 kun isitish imkonini beradi. Bu deyarli tekin degani. Va zamonaviy boshqaruv paneli orqali siz ortiqcha ovoragarchiliklardan xalos bo'lasiz. Bundan tashqari mustahkam metal korpuslari bular yillar davomida chirimasdan, o'z xususiyatini yo'qotmasdan sizlarga mukammal holatda xizmat qilishini kafolatlaydi. Va undan tashqari mustahkam izolyatsiyalar bular ichidagi tutunlar, ortiqcha hidlarni tashqariga chiqmasligini kafolatlaydi. Nur Texnogroup katyollari yuqorida aytganimizdek 50-65 kilogramm ko'mirni 2 kunga yetkazadi. Bu degani o'rtacha 25 ming so'mdan 32 ming so'mgacha kuniga harakat qiladi. Bu xarajat qiladi. Bu deyarli tekin hisobi. Va aytganimizdek boshqaruv paneli orqali siz nafaqat katyolni kompyuterdan boshqarishingiz, balki masofadan turib boshqarishingiz ham mumkin. Mana shunday yig'inlarda, tadbirlarda o'tirganingizda birgina smartfon yordamida bemalol uyingizdagi katyolingizni nazorat qilishingiz, uni boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Bu esa zamon talablariga to'laqonlik javob beradi. Savdolarimiz butun O'zbekiston bo'ylab amal qiladi va yetkazib berishni 50% xarajatlarini Nur Texnogroup kompaniyasi qoplab beradi. Ya'ni siz Qoraqalpog'iston va yuqorida ko'rganingizdek Surxondaryodan turib ham bemalol buyurtma berishingiz mumkin. Yetkazib berish xarajatlarini 50% ni kompaniya to'laqonlik qoplab beradi. Va servis xizmatlarimiz ham butun O'zbekiston bo'ylab 36 oy amal qiladi. Ya'ni 3 yillik kafolati bor. Shundan birinchi 12 oyda nafaqat usta haqqi servis xizmati, balki barcha turdagi ehtiyot qismlari ham sizga mutlaq bepul taqdim qilinadi. Menimcha bunaqangi taklif, bunaqangi imkoniyatlar hali hech qaysi raqobatchilarda mavjud emas. Va tezkor o'z ishini mutaxassisi bo'lgan ustalarimiz respublikaning barcha nuqtalariga yetib borishadi va katyolingizdagi nosozliklarni tezda bartaraf qilib berishadi. Ana endi vaqtingizni ko'p olmaymiz, qisqa qilib aytamiz. 2026-yil yangi model, yangi zafarlar bilan boshlaymiz.
Nur Texna Group'dagi eng katta yangiliklar bular nafaqat tashqi dizayn, balki yangilangan boshqaruv paneli. Ana endi eng oxirgi ma'lumotlarni sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Yangilangan Katiyonlarimizning nafaqat tashqi ko'rinishi, balki yangilangan boshqaruv panellari. Ushbu panelimiz ko'rib o'tganingizdek to'laqonli karbon bilan jihozlangan. Bu esa zanglamaslik, chirimaslikni kafolatlaydi. Va agar karbon qimmatga keladigan bo'lsa, alohida maxsus temir list yordamida ham tayyorlab berishadi. Va endi ikkinchi katyolimiz bu Dom Avtomatika firmasi bilan hamkorlikda ishlab chiqarilyapti. Ushbu miyamiz bular juda ham ixcham va yana bitta afzalligi, endi siz 100 kvadrat metr uchun mo'ljallangan uyingizga bemalol 500 kvadratlik katyolni olib, aynan 100 kvadratga moslab turib ishlatish imkonini beradi. Va yana bitta plyus tarafi, bular endi ustalar uyingizga borib o'tirishi ham shart emas. Shaxsan meni uyimga begona erkak kelib, nimadir ko'rishni xohlamayman. Va ushbu katyolimiz ushbu Dom Avtomatika firmasiga keltirilgan miya yordamida ustalarimiz onlayn masofadan turib ham bemalol katyolingizni ta'mirlab berishi va sozlab bera olish imkonini beradi. Ko'rib turganingizdek, bu juda ham qulay. Ana undan keyin bu uchinchi, ya'ni eng oxirgi yangiligimiz. Bu miyasi yoqilosiz katyol bo'lsa kerak deb o'ylamang. Ushbu katyolimizni miyasi bular tayyor UPS bilan jihozlangan. Ya'ni uyingizda elektr tarmog'i o'chib qolgan vaqtda ham 25-30 soatgacha elektr bilan ta'minlab beradi. Ya'ni svet o'chishi, o'chmasligini mutlaq sizning uyingiz issiqligiga ta'siri bo'lmaydi. Svet o'chgan taqdirda ham katyolingiz ishlashda davom etadi va uyingiz sovuq qolmaydi. Nur Texna Group sizlar mana shunday ishli sovuqlardan arzon va ishonchli himoya qiladi. Bizga bildirilgan ishonch uchun, e'tibor uchun rahmat. Yaqin daqiqalar ichida e'tibor markazingizda Bahrom Isroilov hamda Nur Texna Group katyolari bo'ldi. Assalomu alaykum, yana bir bor. Bugungi tadbirimiz juda ham zo'r o'tdi va endi tadbirga kela olmaganlar uchun yana bitta tushuntirib o'tamiz. Qarang. Bu 2026-yili sotuvga chiqadigan modelimiz. Eng birinchi o'zgarish bu ustida, ya'ni korpuslari o'zgargan va bu yerga kvars oyna qo'yilgan. Bu kvars oyna 1600 daraja issiqlikka bardoshli. Endi eskisi bilan farqi nimada desangiz, buni bemalol ko'rib turishingiz mumkin. Ya'ni har safar ochganingizda issiqlik ma'lum bir darajada tashqariga chiqib ketmaydi va issiqlikni o'zida saqlab qoladi. Undan tashqari bemalol ko'rib turasiz va endi eski mijozlarimiz ham bilishadi, boshqaruv panelimiz o'zgargan, ko'rinishlari, imkoniyatlari endi tezroq javob beradi buyruqlarga va karbon materiali bilan jihozlangan. Bu to'laqonli karbon, usti laminatsiya emas, haqiqiy karbon. Bu nimaga kerak? Ya'ni nima uchun karbonni tanlandi? Uzoq yillar sizga zanglamasdan, chirimasdan xizmat qilishini kafolatlaydi. Juda ham ko'pchilik naves qilmasdan turib, ya'ni mijozlar ichida ko'rdik, ochiq shuni qo'yib qo'ygan mijozlarimiz ham bor ekan. Ya'ni buni endi shuni ham hisobga olib, iloji boricha naves qo'yinglar tepaga. Babi elektronika, bu elektrlar bor. Lekin shuni ham inobatga olib, karbon bilan jihozladik. Endi
yo karbonli biroz qimmatroq bo'ladi, bizga eski holatda chiqarib beravering desalar, yana o'sha listdan chiqarib beramiz. Ya'ni ko'rinishi shunaqa. Va yana endi ajoyib yangilik. Aka, 1 daqiqa, maylimi shuni tushuntirib olsam? Boshqaruv panelini qarang. Bu tubda farq qiladi. Ya'ni bu Rossiyadan keltirilgan Dom Avtomatika kompaniyasini aqlli miyalari hisoblanadi. Bu juda ham ixcham, ya'ni boshqarish juda ham oson, o'zini displaylariga ega va buni eng ajoyib fishkasi endi buni mutaxassislarimiz uyingizga bormasdan turib onlayn hal qilib berishadi masalangizni. O'zini IP adreslari bor. Shunchaki Wi-Fi ga ulab qo'yasiz, mutaxassislarimiz ofisda o'tirgan holatda katyolingizga bog'lanib, bemalol boshqarishadi. Ya'ni menga o'xshagan odamlar uchun juda ham qulay. Shaxsan meni uyimga begona erkaklar, boshqalar kirishini xohlamayman. Bu ayni muddao. Bu ham ko'rinish xuddi shunaqa, bu ham kvars oyna. Asosiy farqi yuqorida aytganimizdek uni miyasida. Bu o'sha Dom Avtomatika zavodidan keltirilgan maxsus shartnoma imzoladik va endi yangi modellarni yanada tezroq kutib olasizlar. Va eng asosiysi bugungi kunimizni erkatoyi qahramoni desak ham bo'ladi. Bu miyamiz. Miyasini qarang, bu butun boshli katyolni deyarli 4dan 1ga to'g'ri keladi. Bu katyolimiz afzalligi, ya'ni hammasi boshqaruv panellari o'sha. Bunda maxsus o'zini UPSlari bor. Endi elektr o'chgan taqdirda ham katyolingiz o'chmaydi. O'zi shundoq ham o'chmasdi, lekin baribir motorlarga, sirkulyatsioniy motorlarga elektr kerak bo'lardi. Va bu miyamiz o'zini ichida UPS akkumulyatorlari bor, 25-30 soatgacha elektr bilan ta'minlab turadi. Ko'rib turganingizdek, dizaynlarni iloji boricha ixchamroq qildik. Xuddi ona bolaga o'xshab turishadi. Ko'rinishlari bular o'sha eski dizaynimizdan voz kechmadik. Bu yog'iga ozgina ishlov berildi va biroz ixchamlashtirilgan. Va kimgadir ushbu katyollarimiz qiziq bo'lsa, 2026-yildan buyurtmalar qabul qilinadi va 15-dekabrdan 31-dekabrgacha ana $111 maxsus aksiyamizni ham e'lon qilamiz. Ekrandagi raqamlar bilan bog'lanib, bemalol buyurtma berishingiz va batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Nur Texno Group sizni qishning sovuqlaridan arzon va sifatli himoya qiladi. E'tiboringlar uchun rahmat.